Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Unda bugungi onlayn uchrashuvimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan biz kompyuterning ikkinchi asosiy qurilmasi tezkor xotira qurilmasi haqida gaplashamiz. Ya'ni tezkor xotira haqida tushuncha va hozirgi kundagi ushbu tezkor xotira bozori haqida sizlar bilan birgalikda gaplashamiz. Jon fon Neyman arxitekturasining ikkinchi asosiy qurilmasi sifatida taklif qilganda, u xotirani taklif qilgan. Ya'ni buyruqlar va ma'lumotlar xotirada birgalikda saqlanishi haqidagi modelida taklif qilgan bu narsani. Bugun shu xotira haqida sizlar bilan gaplashamiz. Tezkor xotira, inglizcha Random Access Memory, qisqartirilgan shaklda RAM deyiladi. Ixtiyoriy joyga ma'lumot yozish o'qish imkoniyatiga ega xotira qurilmasi hisoblanadi. Xalq tilida bu narsani biz operativka deb ataymiz. Ushbu qurilma eng asosiy ishlardan birini bajaruvchi hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu tezkor xotira qurilmasining ko'p turlari mavjud. Ulardan biri SRAM, protsessor va mikrokontrollerlarda ishlatiladi. DDR, oddiy kompyuterlarda ishlatiladi. LPDDR, notebook, smartfonlarda ishlatiladi. VRAM, videokarta qurilmasida ishlatiladi. Shuningdek, biz o'zimiz ko'rmagan, lekin dunyo bozorida juda ham qimmatli bo'lgan operativ xotiralardan biri ECC RAM operativ xotiralari hisoblanadi. Ular ko'pincha serverlarda, data markazlarida ishlatiladi. Tezkor xotira qurilmasi hisoblash tizimlarining tezkor xotira funksiyalarini apparat darajasida ta'minlovchi ixtisoslashgan texnik komponent hisoblanadi. Ushbu qurilmaning faqatgina bitta vazifasi bor. Kompyuter ishlayotgan vaqtda buyruqlar va ma'lumotlarni tezkorlik bilan protsessorga yetkazib berish va protsessordan chiqqan javoblarni saqlash maqsadida ishlatiladi. Ushbu tezkor xotira qurilmalari hozirgi kunda ikki xil shaklda chiqariladi. Biri tashqi modul DIMM yoki SODIMM deb ataladi va chipni ichida chiqariladigan xotiralar System on a Chip SOC shaklida ishlab chiqariladi. Tezkor xotira qurilmasining yaralishda eng katta rol o'ynagan texnologiyalardan biri bu 1943-yilda yaratilgan ENIAC kompyuter hisoblanadi. Aynan shu ENIAC kompyuterida birinchi bor xotira sifatida vakuum lampalaridan foydalanilgan. Mana bu o'ng tarafdagi rasmni ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'p nima deyish mumkin, lampochkaga o'xshagan joylarni ko'rishimiz mumkin va bu yerda odamlar turibdi. Shu odamlar dasturchilar hisoblanadi. Bularni qo'lida yozilgan daftarda bitta hisob-kitob bajarish programmasi bo'lgan. U faqatgina 0 yoki 1lar yozilgan. 0 yoki 1lar yozilgan. Aynan shu 0 yoki 1lar qarab turib, shu lampochkani yo tokka ulashgan yoki chiqarishgan. Shu orqali programma tuzilgan o'sha paytlarda. Endi tezkor xotira qurilmasining bugungi kungacha yetib kelishini gaplashadigan bo'lsak, birinchi avlod xotira qurilmalari elektromagnit releylarda, elektron nurli trubkalarda yoki elektron vakuum lampalar sifatida ishlatilgan. Shuningdek, o'sha davrlarda maxsus qurilma chiqarilgan magnit barabanlardan foydalanilgan. O'sha davr uchun magnit barabanlar eng yaxshi va eng tezkor qurilma sifatida tan olingan. Ikkinchi avlod texnologiyasi sifatida magnit o'zaklardagi ferrit xotira hisoblanadi. Mana bu o'ng tarafda ko'rsatilgan rasm aynan shu tezkor xotira qurilmasi hisoblanadi. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, to'rtta tomonda kontaktlar mavjud va ushbu kontaktlarni kesishgan joylarida kichkina
qora ferit magnitlari joylashtirilgan. O'sha ferit magnitlariga magnit maydon ta'siri natijasida ma'lumot yozilgan yoki o'chirilgan. 3-avlod tezkor xotiralar qurilishi paydo bo'lishiga eng katta sababchi fizika olamida tranzistor qurilmasi yaratilishi hisoblanadi. Tranzistor yaratilgandan so'ng mikrosxemalarni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Shunda tezkor xotira qurilmasining ikki turi dunyoda keng tarqaladi. Bittasi statik tezkor xotira qurilmasi deyiladi. Ular o'zida ma'lumot saqlovchi birlik sifatida trigger massivlaridan foydalanadi. Dinamik tezkor xotira qurilmasi esa o'zida ma'lumot saqlovchi sifatida kondensatorlar massividan foydalanadi. Endi bu ikkita tushuncha haqida gaplashsak. Trigger bu asosan tranzistorlardan tashkil topgan xotira qurilmasi bo'lib, unda yozilgan ma'lumot uzoq muddat saqlanishi mumkin. Ya'ni bunga berilgan elektr zaryadi uzoq muddatda o'zida shu zaryadni saqlab qolish qobiliyatiga ega. Shu sababli bularni statik operativ xotira deb ataladi. Kondensator yordamida yaratilgan dinamik xotira qurilmasi esa o'zida ma'lumot saqlash birligi sifatida kondensatordan foydalanadi. Ushbu kondensatorni triggerdan yutuqli tarafi ishlab chiqarishda osonroq va hajmini juda ham kattaroq qilib yaratish imkoniyati bor. Ammo minus tarafi shundan iboratki, kondensatorga berilgan zaryad vaqt o'tishi davomida o'zini zaryadini yo'qotadi. Shu sababli bu kondensatorlarda qayta zaryadlab turish kamchiligi mavjud. Endi statik xotira qurilmasi birinchi qurilmalardan biri hisoblanadi. 1960-yillarda yarim o'tkazgichli xotira sifatida paydo bo'ladi. Birinchi shu statik tezkor xotira qurilmasi 6 ta tranzistordan iborat bo'lib, flip-flop sxemasi asosida tayyorlanadi. O'ng tarafdagi sxema ushbu tranzistorning sxemasi hisoblanadi. Ya'ni tezkor xotira qurilmasining bir dona bit yacheykasini saqlaydigan birligini sxemasi hisoblanadi. Ushbu xotiraning eng yaxshi tarafi o'zida zaryadni uzoq muddat saqlash imkoniyatiga ega va o'ta yuqori tezlikda ishlash imkoniyatiga ega. Keyingi dinamik xotira qurilmamiz 1969-yilda Intel birinchi marta ushbu dinamik xotira qurilmasini bozorga olib chiqadi. O'ng tarafda biz aynan shu dinamik xotira qurilmasini texnik chizmasini ko'rishimiz mumkin. Bu texnik chizmada asosan har bitta ma'lumotni saqlash uchun ikkita elementdan foydalanilgan. Biri tranzistor, biri kondensator. Tranzistor zatvori orqali elektr toki zaryad berilganda kondensatorda ma'lumot 1 bit hisobida saqlangan. Agar kondensatorda ma'lumot yo'q bo'lsa, 0 bit hisobida saqlangan. 1980-yillarda ilk bor 1 megabayt hajmlik tezkor xotira qurilmasi yaratiladi. Ushbu tezkor xotira qurilmasini rasmda ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, hozirgi kundagi noutbuklar bilan teng hajmdagi xotira qurilmasi hisoblanadi. Bu yerda har bitta ko'rsatilayotgan mikrosxemalar xotira banklari hisoblanadi, ya'ni xotira yacheykalari hisoblanadi. Shularni hammasini birlashtirish orqali 1 megabaytlik xotira qurilmasi yaratilgan. Hozirgi kunda eng ommalashgan tezkor xotira qurilmalarimiz turlaridan biri bu SDRAM hisoblanadi. U 1990-yillar oxirida paydo bo'lgan va hozirgi kunda ham ishlatiladi. Ushbu qurilmaning farqli jihati xotira yacheykalari ketma-ket tartibda bajarilish imkoniyati bo'lgan. Buni keyinchalik bolasi sifatida hozirgi kundagi DDR operativ xotiralar hisoblanadi. Ushbu DDRning kengaytmasi Double Data Rate ma'nosini anglatadi. Agarda kompyuterda ishlatgan bo'lsangiz yoki o'z kompyuter olgan bo'lsangiz,
Kompyuter olayotganingizda sotuvchilar sizlarga maslahat beradi. Ikkita operativka olib, platangizga joylashtiring deydi. Shunda tezroq ishlaydi deb atashadi. Buning sababi shundan iboratki, mana bu DDR yaratilgan texnologiya ikkita xotira plankasida, bitta xotira plankasida prosessor ma'lumot o'qiyotgan bir vaqtda ikkinchi xotira plankasiga ma'lumot yozish imkoniyati bor. Shu sababli bularni double data rate deb ataydi. Shunda siz kompyuteringizga, plataga ikkita operativ xotira joylashtiradigan bo'lsangiz, buni tezligi 2 barobar oshib ketadi. Sababi birida ma'lumot o'qiyotgan paytda ikkinchisiga bemalol ma'lumot yozishi mumkin. Shu sababli do'konlarda yoki boshqa joyda kompyuter olayotganingizda ular doim aytadi, ikkita joyga operativ xotira qo'yamiz deydi. Agarda to'rttali slotga qo'yadigan bo'lsak, nima sodir bo'ladi? To'rttali slotga qo'yganimizda protsessor u narsani ketma-ketlik bilan bajaradi. Ya'ni birinchi operativ xotiradan qurilmani o'qiyotgan bo'lsa, ikkinchi operativ xotiraga ma'lumot yozadi. Bo'ldi, ikkalasi bilan ishlayapti. Endi keyingi ikkita xotiraga ma'lumot yozish uchun birinchi xotira qurilmasida ma'lumot o'qilgan bo'lsa, uchinchi xotira qurilmasiga o'tadida unga yo ma'lumot yozadi yoki o'qiydi. Shu sababli bu xotira qurilmalarini sinxron deb ataladi. Ya'ni bular ketma-ketlik bilan operativ xotira plankalariga qarab turib bajarib ketadi. Bozorda, dunyo bozorida faqatgina tezkor xotira qurilmasini chipini ishlab chiqaradigan kompaniyalar 3 ta. Bular Samsung Electronics, SK Hynix va Micron texnologiya hisoblanadi. Dunyoning taxminan 95% bozori aynan shu 3 ta kompaniyaga tegishli. Qolgan brendlar o'ziga tezkor xotira qurilmasini zakaz qilayotganda doim shu 3 ta kompaniyadan xotira chiplarini sotib olishadi. Hozirgi kunda sotiladigan tezkor xotira qurilmalari 4 ta. Ulardan bittasi SRAM, yana biri GDDR, yana biri DDR va oxirgisi HBM. HBM haqida biz hozircha to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Bu yangi texnologiya hisoblanadi. Hozir bu haqda ham sizlar bilan gaplashamiz. Bundan oldin ishonchli resursda chap tomonda shu statistika ma'lumotini olgan sayti havolasini tashlab qo'yganman. Bu yerda deyarli birinchi operativ xotiradan yaratilgandan tortib hozirgi kungacha yaratilgan operativ xotiralar bo'yicha juda ham katta maqola yozilgan ingliz tilida. Qiziquvchilar yanada yaxshiroq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, shu havola orqali ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan eng oxirgi avlod tezkor xotira qurilmalari ko'rsatilgan. Birinchi tezkor xotira qurilmasiga baho beriladigan kriteriya bu kanallar hisoblanadi. DDR4 da bu 1 kanal, DDR5 da 2 kanal, LPDDR4 da 2 kanal, LPDDR5 da 2 kanal, GDDR da 2 kanal, GDDR6 da 2 kanal, HBM2 da esa bu 8 ta kanal. Kanal qanday ma'noni beradi? Sizlarga tushuntiraman. Bir dona operativ xotira qurilmasini kompyuterga joylashtirganingizdan so'ng biz bildik, DDR qurilmasi 2 kanal tizimda ishlash imkoniyatiga ega. Bu degani ikkita xotirasini qurilmasini qo'ysangiz, ikkalasi bilan protsessor ishlash imkoniyatiga ega degan ma'noni beradi. DDR4 da bu 1 deb qo'yilgan. Bu yerda shunday tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkinki, men yana bitta DDR4 platasini qo'yadigan bo'lsam, demak u ikkalasi teng ishlamas ekan degan ma'no kelib chiqadi. Yo'q, unday emas. Bu yerda DDR4 ni bitta kanal deyishning sababi, siz kompyuteringizga bir dona DDR4 operativ xotirasini qo'yib qo'ysangiz, u bitta kanal sifatida ishlash imkoniyatiga ega degan ma'noni beradi. Bir dona qurilma. DDR5 da ushbu qurilma shunday imkoniyat qilib yaratilganki, siz bitta operativ xotirani qo'ysangiz, u ikkita kanal rejimida ishlash imkoniyatiga ega. Hop, buni hozir sizlarga ko'rsataman, qanday bo'lishi mumkinligini. Tak. Misol uchun, mana bu qurilmani ko'radigan bo'lsak, mana bunday yo'lakchalari bor.
hamma operativ xotirada bu narsani ko'rishingiz mumkin. Va bu ikki tomonda bo'ladi. Oldida ham bo'ladi, orqasida ham bo'ladi. DDR4 da shu qurilma o'zini qo'yib qo'ysangiz, bu faqat bitta kanalda ishlaydi. Ya'ni mana bu ikkala tomondagi ham yo'lakchalari bitta ish bajarib bo'lguncha kutib turadi, boshqa ish bajarish uchun. Endi DDR5 da mana shu yo'lakchalarning bitta tarafi bitta ish bajarishi mumkin, ikkinchi tarafi boshqa ish bajarishi mumkin. Shu sababli DDR5 qurilmamizda kanallar sonini ikkita qilib beryapti. Ya'ni bir dona qurilma ikkita kanal rejimida ishlash imkoniyatiga ega. LPDDR4, LPDDR5 nima ekanligini tushuntiraman. Katta ehtimollik bilan sizni noutbukingizda aynan shu xotira qurilmalari qo'yiladi. Bular kam tok yeydigan tezkor xotira qurilmasi hisoblanadi. LP degan kengaytmani ma'nosi low power degan ma'noni beradi. Kam tok yeydi degan ma'noni beradi. GDDR bu birinchi harfi grafik degan ma'noni beradi. Ya'ni grafik ma'lumotlar bilan ishlaydigan qurilmalar uchun qo'yiladi. HBM bu hozirgi kunda zamonaviy texnologiya High Bandwidth Memory degan ma'noni beradi. Bu yerda 8 ta kanal turibdi. Bu degani bir dona chipni o'zi 8 xil ish jarayonini bajarishi mumkin. Ya'ni prosessor bitta ish bajarib bo'lishini, ya'ni o'qib bo'lishini kutib o'tirmasdan unga yozishi yoki boshqa amallarni bajarish imkoniyatiga ega degan ma'noni beradi. Kanallar degan xarakteristika shu narsaga javob beradi. Endi keyingi xarakteristika har bir kanaldagi bitlar. Bu nima ma'noni beradi? Buning ma'nosi har bitta o'qish, yozish jarayonida qancha ma'lumot o'qishi, yozishi mumkinligini bildiradi. Ya'ni bir vaqtda o'zida 64 bit ma'lumot o'qishi mumkin yoki yozishi mumkin. Shu ma'noni beradi. DDR5 da bu 32. LPDDR4 da 16 va hokazo. Ya'ni bu bitlar soni degani o'qish va yozishda birdaniga qancha ma'lumot olishi, yozishi mumkinligini bildiradi. Keyingisi ma'lumot uzatish tezligi. Bu aynan shu har bir kanal bitlari yuborilayotganda qanday chastota tezlikda yuborishi mumkinligini bildiradi. Ya'ni bir soniyada qancha ma'lumot yoza oladi, qancha ma'lumot o'qiy oladi. Shuni tezligini ko'rsatadi. Bu tezlik qancha yuqori bo'lsa, sizdagi ma'lumot almashish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Keyingisi o'tkazish qobiliyati. Bu qanday ma'noni beradi? Bir soniyada operativ xotiraga aniqrog'i yoki operativ xotiradan ma'lumot olish yoki yozish imkoniyatini ko'rsatadi. DDR4 da bu 25 gigabayt sekund tezlikni tashkil qiladi va oxirgi HBM xotira qurilmamizda esa bu 307 gigabaytni tashkil qiladi. 307 gigabaytni tashkil qiladi. Endi tasavvur qiling, bir soniyada ushbu operativ xotira diskga, misol uchun, diskga ma'lumot yozish kerak operativ xotiradan 307 gigabaytni bir soniyada o'tkazib beradi. Yoki diskdan tezkor xotiraga ma'lumot olish kerak. Shunda 307 gigabaytni bir soniyada tezkor xotiraga yuklab beradi. Mana shu o'tkazish qobiliyati shu ma'noni beradi. Bu protsessorga shuncha gigabayt ma'lumotni uzatadi degani emas. Protsessorga buncha ma'lumot o'tkazishni keragi ham yo'q. Protsessor birdaniga 25 gigabaytlik ma'lumot yoki buyruqni qayta ishlay olmaydi. Bu doimiy xotiradan operativ xotiraga yuklashda yoki operativ xotiradan doimiy xotiraga yuklashdagi tezlik ma'nosini bildiradi bu o'tkazish qobiliyati. Bu qancha yuqori bo'lsa, siz kompyuteringizga shunchalik tez ma'lumotni yoza olasiz, xotirangizga yoki xotiradan shunchalik tez ma'lumotni o'qiy olasiz. Mana bu yuqoridagi ma'lumot uzatish tezligi protsessor bilan ishlash tezligini ma'nosini beradi. Va buni ko'radigan bo'lsak, anchalik kichik. Bu yerda MT deb yozib qo'yilgan mega birlik. Hop, buni ma'nosini aniqroq internetda o'zim ko'rib, keyinchalik gruppada yoki kanalda yozib qo'yaman. Bu degani
taxmin qilib aytaman. Mana bu 64 bitlik o'tkazish kanali bo'ladigan bo'lsa, shunaqa 64 bitlik ma'lumotni 1 soniyada 3200 marta yozish yoki o'qish imkoniyatiga ega degan. Shu ma'noni beradi. Endi Nvidia kompaniyasi 2025-yilda dunyoni nima desam bo'larkan? Dunyoni larzaga soldi. Shu sababli hozirgi kunda Nvidia kompaniyasining aksiyalari ham osmonga chiqib ketgan. Bular super kompyuter tushunchasini mutlaqo o'zgartirib tashlashdi. Ya'ni oldinlari odamlar super kompyuter deganda juda ham katta xonalarni egallagan kompyuterlar tushunilgan bo'lsa, bular xuddi shunday super kompyuterni kichkinagina, sizni noutbukingizdan ham kichkina hajmdagi qurilma sifatida ishlab chiqarishdi. Va buni ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina noutbukingizdan ham kichik bo'lgan plata, Wi-Fi va hokazo imkoniyatlari bor. O'ta kuchli neyron chipi bor. Bundan tashqari 4 gigabayt SSD xotirasi bor va eng qizig'i 128 gigabaytdan boshlagan tezkor xotira qurilmasi shu yerda joylashtirilgan. Eng kichigi 128. Bu adashmasam 512 gacha bo'lishi mumkin. Hammasi bitta platada. Mana shu qurilma bozorga chiqqanligi sababli hozirgi kunda sun'iy intellekt modellari va sun'iy intellekt tizimlari juda ham kuchli rivojlanib ketdi. Endi hozirgi kunda hammamiz bilamiz, operativ xotirani narxi oltinni narxi bilan tenglashadi. Ya'ni bu ham o'zini ishlab chiqarishdagi narxiga nisbatan 2-3 baravar, даже 4 baravar qimmat bo'lib ketib qoldi va bozorlarda operativ xotirani olish qiyinlashib ketdi. Buning sababi uchta katta kompaniya, dunyoni 95% bozorini egallayotgan Samsung, Micron va Hynix kompaniyalari barcha ishlab chiqarish quvvatini mana bu HBM nomli tezkor xotira qurilmasini yaratishga qaratdi. Bu HBM xotira qurilmasi siz bilan biz uchun kerak emas. Bizga oddiy tezkor xotira qurilmasi kerak. Ular o'sha ishlab chiqarish liniyasini ham aynan shu HBM xotiralarni chiqarish uchun yo'naltirdi. Shu sababli dunyo bozorida DDR, GDDR operativ xotiralari kamayib ketdi. Sababi uni 3 ta katta kompaniya unaqa chiplar chiqarmay qo'ydi. Va u chiqarmay qo'ygandan keyin o'z-o'zidan boshqa subbrend kompaniyalar, Kingston yoki boshqa shunga o'xshagan kompaniyalar shu chiplardan foydalanib operativ xotirani sotayotgan bo'lsa, ular endi operativ xotirasini o'zini zaxiralari yoki boshqa joylardan ishlab sotishni boshladi. Natijada bu narx ko'tarilishiga olib keldi. Sababi juda katta kompaniya milliardlab operativ xotira chiqarayotgan bo'lsa, endi hozir milliardlab emas, millionlab chiqarishga majbur bo'lib qolgan va millionlab chiqargani hisobiga ularni o'zini kvartallik hisob-kitobi natijasida bu operativ xotiralar qimmatlashiga olib keldi. Aynan bu Samsung yoki Hynix yoki boshqa kompaniyaga tegishli emas. Ular hozir 3 baravar, 4 baravar sun'iy intellektga aynan shu HBM platalarni sotish orqali foyda ko'ryapti. Oddiy boshqa shu chiplardan foydalanib sotadigan kompaniyalar zarar ko'rish oqibatida qimmatroqqa sotyapti. Endi sizlar bilan tezkor xotira va kompyuter, ya'ni protsessor qanday ish jarayonlari bajarishini ko'rib chiqamiz. Von Neumann arxitekturasida buyruqlar va ma'lumotlar tezkor xotira qurilmasida saqlanish modelini taklif qilgan. Natijada hamma buyruqlar, kompyuteringizda ishlatiladigan programma nima bo'lishidan qat'iy nazar, buyruqlar va ma'lumotlar tezkor xotirada joylashtiriladi. Va buning ichidagi ma'lumotlar buyruqlar oqimi orqali boshqaruv qurilmasiga yuboriladi. Hop, ma'lumotlar yuborish esa ma'lumotlar shinasi orqali yuboriladi. Natijada kompyuter hisob-kitob yoki boshqa amallarni bajarish qobiliyatiga ega bo'ladi.
Bu yerda bir nechta shinalar mavjud. Birinchisi manzillar shinasi. Aynan qaysi manzildan ma'lumot olish kerakligini bildiradi. Boshqaruv shinasi aynan yacheykani boshqani qayerga ko'chirish kerakligini bildiradi. Ma'lumotlar shinasida esa ma'lumotlar yuborib qayta ishlanadi. Endi hozirgi kundagi bozordagi qurilmalar haqida gaplashdik. Birinchi qurilma statik RAM, ya'ni statik tezkor xotira qurilmasi qayerlarda hozirgi kunda ishlatiladi. Ushbu qurilma protsessor yoki chipni ichida ishlatiladi. Har bir protsessorda hozirgi kunda sotib oladigan bo'lsangiz L1, L2, L3 degan kesh tushunchalari bor. Aynan L1, L2, L3 kesh xotiralari statik operativ xotira hisoblanadi. L1, L2, L3lar statik operativ xotira hisoblanadi. Endi o'zimiz ishlatadigan dunyoda kompyuter olsak yoki noutbuk olsak, albatta bizni operativ xotiralarimiz bu DDR bo'ladi. DDRimizda hozirgi kunda 5 ta avlodi bor. 5 ta avlod bir-biridan qanday farq qiladi? Eng katta farqi bularda mana bu pinglari, ya'ni oyoqchalari suqiladigan joyida o'yiqchasi bor. Har birida o'yiqchasi bor. Har bir avlod qurilmasini o'yiqchasi har xil joyda joylashadi. Buning sababi siz agar o'zingiz operativ xotira sotib oladigan bo'lsangiz, kompyuteringiz platasiga qo'yganda adashib qo'yib qo'ymasligingiz uchun himoya sifatida qilingan. Sababi har bir avlod DDR qurilmalari mutlaqo boshqacha uslubda ishlaydi. Agarda siz bitta avlod past yoki balandrog'ini kompyuteringiz platasiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u sizni platangizni kuydirib yuboradi. Shu sababli himoyalash uchun har bir DDRda o'yiqchalari har xil joyda joylashadi. Bu bitta farqi, ko'zga tashlanadigan farqi. Endi ikkinchi farqi o'z-o'zidan tushunarli. Har yangi avlod zo'rroq, tezroq va yaxshiroq bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Endi amaliy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak-chi, hozirgi kunda bozorda DDR5 yo'q, qimmatlab ketdi. DDR4 ni topish qiyin bo'lyapti. Va dunyodagi ishlab chiqarish jarayonini ko'radigan bo'lsangiz, hozirda yangi chiqayotgan kompyuterlarda DDR5 emas, DDR4 qo'yib sotishyapti. Amaliy nuqtai nazardan ko'radigan bo'lsak, kompyuter ishlatayotganimizda siz bilan biz oddiy foydalanuvchi DDR4 hozirgi chiqayotgan va DDR5 ni farqini bilmaymiz deyarli. Va bu yerda ham sun'iy intellekt orqali bergan ko'rsatkichda ko'radigan bo'lsak, sarf qiladigan kuchlanishi deyarli bir xil. Tezligi deyarli 2 barobar farq qilyapti. Misol bunda 3200 gacha bo'lsa, buniki 4800 deyarli 2 barobar farq qilyapti. Yaxshi, demak DDR5 zo'r. Ulash mana bu oyoqchalar soni ikkalasida bir xil. DDR5 da yangicha xususiyatlar bor ekan. Endi buni tekshirib ko'rish kerak. Demak, ko'zimizga tashlanadigan narsa eng katta farqi bu tezlik. Va bu tezlik qanday tezlik? Protsessor bilan operativ xotira o'rtasidagi muloqotda ma'lumot o'qish va yozish tezligi bu. Endi nima uchun men aytyapman, oddiy foydalanuvchi DDR4 bilan 5 ta farqini bilolmaydi. Sababi 3200 tezlik, ya'ni 3200 tezlik, kompyuterda 3200 tezlik, o'qish yozish tezligi siz va biz uchun yetarli. Shu sababli siz bilan biz DDR4 va 5 ta uncha farqini bilmaymiz. Shuning uchun agarda kompyuter oladigan bo'lsak, agar kompyuterda nimasi DDR4 bo'ladigan bo'lsa, siz murakkab ilmiy tadqiqot hisob-kitoblari, matematik hisob-kitoblar, aytaylik grafikada kuchli model nima qilish, rendering qilish, 3D grafikada rendering qilish jarayonlari bo'lmasa, даже unday bo'ladigan bo'lsa ham, siz u nagruzkalar protsessorga tushadigan bo'lsa, siz DDR qurilma sekinligi hisobidan emas, protsessoringizni quvvati yetmaganligi uchun uni samaradorligi tushib ketadi. Bu degani DDR5 dan foydalanish mantiqsizdek bo'lib qoladi.
Shu joyi bor. Buni tezligi haqiqatda zo'r, ishlash zo'r, texnologiya yangi. Lekin siz bilan biz oddiy foydalanuvchi uchun DDR4 bilan 5 ta deyarli farqi yo'q. Dunyoda sotayotgan katta kompaniyalar shuni bilganligi uchun hozirda chiqarayotgan yangi chiplarida DDR4 qo'yib ishlatishyapti. DDR5 bitta joyda kerak bo'lib qoladi. Bu ham server kompyuterlarda. O'sha joyda haqiqatda mana bu o'rtadagi 1800 tezlik juda katta rol o'ynaydi. Endi keyingisi video kartalarda, Nvidia'nikida yoki AMD video kartalarida o'zini ichki operativ xotirasi bor. O'sha operativ xotirani GDDR deyiladi. Buni даже 7 ta avlodi bor ekan hozirgi kungacha. 7-avlodi ham chiqyapti. Endi buni nima farqi bor? Boshdagi avlodlarda, ya'ni 1, 2, 3 ta DDR avlodlaridan deyarli farqi yo'q. Ya'ni bular o'sha DDR operativ xotirani olishganda video karta bilan ishlash uchun moslashgan. Shu sababli GDDR deyiladi. Ammo 4-chi, 5-avloddan boshlab bular o'sha DDR operativ xotirasi bilan farq qilishni boshlagan. Birinchi farqi GDDR4 da xatolikni tekshirish. Bu nima deyilgan ma'nosini tushuntiraman. Mana hozirgi kunda video kartalar faqatgina o'yinlar uchun emas, kuchli matematik hisob-kitob modelirованiyada, fizik jarayonlarda, tabiatni o'rganishda, dunyo ob-havosini nazorat qilishda va boshqa tizimlar uchun hisob-kitob jarayonlari ishlatiladi. O'sha jarayonlarda hisob-kitob vaqtida yozilgan sonni bir dona bit surilib ketishi ham juda katta xatoliklarga olib kelishi mumkin. Aynan shu 4 va 5 dan boshlab ushbu tezkor xotira qurilmalarida xatoliklarni tekshirish va to'g'rilash algoritmlari tezkor xotiraning qurilmasiga o'ziga joylashtirilgan. Bu yog'ida farqi shunda. Endi hozirgi yangi texnologiya, buni ham men o'zim o'tgan yildan boshlab eshitishni boshladim. Bu ham qat'iy. Operativ xotira qimmat bo'lib ketganligi uchun juda ko'p dunyo yangiliklarini kuzatadigan bo'lsangiz, eng katta kompaniyalar HBM tezkor xotiralarni ishlab chiqarishga butun zavodini yo'lga qo'ydi. Faqat shunga ishlab chiqaradi degan gaplar ko'p. Bugun shu internetda qidirib ko'rdim, o'zi nima ekanligini buni. Ko'radigan bo'lsam, buni rasmida ham, internetda ko'radigan bo'lsangiz ham ko'p qavatli binoga o'xshatyapti. Ko'p qavatli bino. Ya'ni bunda tezkor xotira qurilmasi shunday qilinganki, mana bu o'zimiz oddiy xotira qurilmalarida har bir xotira chipi, tezkor xotira chipi yonma-yon joylashib ketgan bo'lsa, bu endi yonma-yon joylashtirib uzaytiradigan bo'lsangiz uzayib ketaveradi-yu. Ular xuddi shu narsani ustma-ustun shaklda qilgan. Keyin asosiy urg'uni har bir xotira yacheykasi bo'ladigan bo'lsa, har bir qavat bo'ladigan bo'lsa, har bir qavatga o'qib yozish imkoniyatini shakllantirishgan. Ushbu xotira qurilmasi protsessor bilan muloqot qilishda, ya'ni protsessorga ma'lumot uzatish, qabul qilish tezligida mana bu oldingi ko'rsatilgan GDDR va DDR dan yutkazadi. Bular tezligi juda yuqori bo'lsa, mana 4800 gacha bo'lsa tezligi. Hop, jadvalda ko'rsatadigan bo'lsam, mana 3200, 5600, 4200, 6400, 9000, DDR6 da 24000 даже. HBM ni ko'radigan bo'lsa, ikkinchi avlodi protsessor bilan ma'lumot almashish tezligi 2400. Bu juda kam qolganlarga nisbatan. Lekin ma'lumot uzatish tezligi, ya'ni bir vaqtda o'zida ma'lumot jo'natib qabul qila olish uzunligi 128 bit. Bu kattaroq. Endi ko'radigan bo'lsak, bu 64, bu 3200. Endi bitta hisob-kitob qilamiz. 64 ni 128 qilish uchun 2 ga ko'paytirishim kerak. 2400 ni 2 ga ko'paytiraman. 4800 bo'ladi. Demak, mana bu HBM2 agar ko'rsatilgan tezligi 2400 bo'lsa ham, lekin bu
Mana bu DDR4 dan yaxshiroq, DDR5 dan sal kuchsizroq hisoblanadi. Endi buni kanallar soni 8 ta bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu yoqda 4 barobar. 4800 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu juda kuchlik ma'lumot yozish va o'qish prosessor o'rtasida jarayonda juda ham zo'r hisoblanadi. Endi shu nuqtai nazarda HBM xotira turlarida asosiy urg'u bir vaqtda o'zida ma'lumot yozish va o'qishga qaratilgan. Server kompyuterlarda prosessorlar 100 yadrlik, 200 yadrlik, 300 yadrlik va hokazo yadrlik bo'ladi. Biz o'zimizda ham Andijon davlat universitetida ikkita serverimiz bor edi. Har bir serverda 96 yadr bor edi. Bu degani 96 ta programmani bir vaqtda o'zida bajarish mumkin degani. Endi tasavvur qiling. Sizda prosessoringiz yadrosi 96 ta ishni bajarishi mumkin. Lekin operativ xotirangiz faqatgina ikkita ish bajarish uchun ma'lumot o'qib yozish jarayonini ta'minlay oladi. Bu degani 96 ta yadringizdan 94 tasi xalostoy turibdi, ya'ni ishlamayapti degan ma'noni beradi. Shu sababli zamonaviy server kompyuterlarda HBM ishlatiladi. Bu o'sha yadrlarda turib qolmasligini ta'minlab beradi. Ya'ni bu jarayon yozyapti, o'qiyapti, beryapti, prosessor uni hisob-kitob qilib natija chiqarishni boshladi. Bu paytda o'zida boshqa yadr уже operativ xotiradan boshqa ma'lumotni olyapti, ishlayapti. Natijada bu ikkalasi tez va birgalikda ishlaydi. Bu yerda asosiy urg'u qatlamlarga ketyapti. Birinchi avloddagi 4 qatlam, ikkinchi avloddagi 8 qatlam, uchinchi avloddagi 12 qatlam plus ekan. Va hokazo. Ularning samaradorligi tezligida emas, bir paytda o'zida ma'lumot berish, yozish imkoniyatida. Bugungi mavzuyimiz tezkor xotira qurilmasi haqida. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan o'zimning qarashlarim va bilimlarim shu haqda edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.